Assalomu alaykum to'pli obunachilar. Bu xonadonimizda kateniy qismi ham tayyor bo'ldi. Deyarli xudo xolasa bot 1, 2, 3 ta podvol birinchi etaj, ikkinchi etajga chiqib ketgan sovusuv bo'ladi hamda obratkalari ikkitadan kelgan. Bu degani bilasizlar, resirkulyatsiya qilingan. Hop, botga biz Xitoyga Bathello katyollardan ustanovka qildik hamda o'rtada turgan bu kosinli bolleri bo'ladi. Shunda bu kosinli boller katyol ulab ketilgan, katyol yoqilgan paytda tekinga suv olish imkoniyatiga egasilar. Xo'p, bu yerda yana gaz nakapitel o'rnatildi. Har bitta katyolga bittadan vixt chiqarilgan. Bu yoq tomoniga keladigan bo'lsa, bu kateniy qismi. Bu podacha obratkalar yig'ilgan. Ko'rib turganingizdek, triходовой klapan, pogружной termostat ekigan har bitta konturga alohida qilib nasos qo'yilgan. Mana bu to'rtta turbaga keladigan bo'lsak, ulanmagan. Bu nimaga? Husan, o'zing tushuntirib ol. Ulanganimizda ikkita kontur, podacha obratki, bu ulangan qismimizda tom qismida sonusli generator qo'yiladi. Xudo xolasa. Xudo xolasa o'sha qo'yilgandan keyin buni tushirib mana tashib ketamiz. Biz просто to'shkasini tashab ketdik. Ertaga bizib o'tirmasligi uchun. Bizib o'tirmasligi uchun. Katenning o'zida har xorsi bo'ladi. Yaxshi. Xudo xolasa yangi uchastka qurayotgan okalarga maslahat, iloji boricha mana shunaqa vixt tashab ketaveringlar, turba tashab ketaveringlar. Tomgacha olib chiqib qo'ysanglar, ertaga biza boshqa qilib o'tirmaysizlar. So'nggi vadan nagrevatel juda yaxshi effekt beryapti. Undan ham quyosh energiyasidan bu degani tekinga issiqlik olasizlar. Sizlarga issiq suvni tekinga yetkazib beryapti. Bitta shu солнечный вода nagrevatilni qo'yasizlar, tamom, issiq suv olishni unutasizlar. Havo bulutli kunlarda ham daji ishlab beryapti. Keyin yana bitta foydali maslahatni aytib o'taman. Mana shu yerda turba tashlab ketilgan. Xusan, o'zing tushuntirib ber, bunday ketilgan. Birinchi turbamizda общий suv kiryapti. Kran filtr qo'yilgan, ketyapti pitani sistemaga. Bu yerda yana ikkita bitta sovuq suv, bitta issiq suv qo'yilgan. Bu nimaga qo'yilgan? Hovlimizda rakvina qismi bor. O'shanga bitta sovuq suv tortganmiz, bitta issiq tortganmiz. Ertaga qish paytida hovli rakvinamizni ishlatmaymiz. O'shana hisobiga mana bu kranni bekitamiz-da. Bu kran rakvinaga ketyapti. Bu kran bekilgandan hovlida rakvinaning suvi bo'lmaydi. Mana ikkita kranni ochib, ichidagi sistemaga suvni to'kib yuboramiz. Qish paytida yaxlab yorilmasligi uchun. Bu sizlarga anomal suvda juda yaxshi ish beradi.